Mana bekitib qo'yyapmiz. Umuman ochilmaydi ganlar. Qarab turing. O'zi og'zida ochyapti. Shekallanib holatda ko'chaga chiqib kelsa bu shart emas, chiqaymi chiqmaymi bilmaydi. O'zi ochilaveradi eshikda. Qulupni ochadi. Qulub buzar echkida bu. Oyog'ida aqa-baqa qiladi, eshik ochiladi. Hovuzda ochyapti. Eshik ochildi. Echki boqayotganlar. Kimda echkisi mana shunaqa? Kommentariyga yozib ketinglarchi. Qulupni ochyapti. Mana. Mana bekitib qo'yyapmiz. Hurmatli obunachilar, keyin bu echki tushunganlar zot qanaqaligini ham kommentariyga yozib ketinglarchi. Qulog'i ham o'zi ham 25 ming juda katta ekan. Qanaqa zot zotiga mansub bu echki. Eshik ochar echkimiz.